Mana bu BYDlarni qaranglar. Ko'pchilikda xabar bor, Xitoyda skidka bo'layotgan 30% gacha deydi, hali amal qilgani yo'q, lekin biz ham O'zbekistonda Xitoyliklardan ham oldin skidka berib yubormoqchimiz. Mana shu BYD xanlar xohlasanglar ofitsialni yurgani ham bor. 3.9 daga 2023-24 ham bor, so'nggi e'lon bor. Bu yoqda 2025 Smart Drive bor, 605 talik, 506 talik. 31.100 ga $32.000 narxi. Yana ham pastda raqam qo'yaman, podrobniy ma'lumot olasizlar. Nomerlar to'qilgan, notariusga tayyor. Bunaqa narx aniq yo'q. Hayitdan oldin sizlarga ajoyib bitta skidka akalarimiz pul yechish maqsadida tezroq sotib olmoqchi. 30% gacha nehodovoy mashinalarga skidka beradi BYD kompaniyasi. Bilasizlar, BYD xanlar hadovoy hisoblanadi, nehodovoy emas. O'shaning uchun BYD xanlarga bir 99% skidka bermaydi, ko'rasizlar. Nehodovoy misolcha Dolphin, Polpin, qaysidir modellarga skidka berishi mumkin, lekin imенно BYD xanlarga даже chempionlarga ham skidka bermasa kerak deb o'ylayman. Prosta bitta qo'zg'atib muxlifga qilib qo'ydi deb o'ylayman. Hali lekin kuchga kirgani yo'q. Qachon nima bo'ladi? Imенно narx oshish borasida. Xullas ko'ringlar, mana so'ng yilda yurgani ham bor. Bitta nomer qo'yaman, mana shu raqamga telefon qilib, batafsil ma'lumot olasizlar. BYD xanlar 2025 Smart Drive'lar yangi 5 probeg, notariusga tayyor nomerlar to'qilgan bu mashinalarga bemalol savdolashib bosinglar. Kami bormi yo'qmi bilmayman. Xullas mana shu puldan e'lon qo'yib beraman. Mana bu raqamlarga chiqasizlar, bosinglar.